Xitoydan sizlarga yangi kafelarimiz yetib keldi. Tashqi yuza, ya'ni hovli va darvozaxonalar uchun ayni muddao. Ko'rib turgan kafelaringizning yuza qismi matva bo'lib, yomg'ir va qorli kunlarda ustida bemalol harakatlanishingiz mumkin. Xitoydan keltirilgan bu kafelarimizni o'z xonadoningizda uch xil ko'rinishda tersangiz bo'ladi. Agarda bizning kafelarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Xitoydan sizlarga yangi kafelarimiz yetib keldi. Tashqi yuza, ya'ni hovli va darvozaxonalar uchun ayni muddao. Ko'rib turgan kafelaringizning yuza qismi matva bo'lib, yomg'ir va qorli kunlarda ustida bemalol harakatlanishingiz mumkin. Xitoydan keltirilgan bu kafelarimizni o'z xonadoningizda uch xil ko'rinishda tersangiz bo'ladi. Agarda bizning kafelarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin.